أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: يكره للمصلي أن يعبث. Hozir bu faslda namoz ishidagi makruh ishlarni bayon qilmoqchi. Namoz o'quvchi namozda turib, foydasiz, namoz munosabatsiz, bema'ni ish qilsa bo'lmaydi. Bir narsa o'ynab, gapirishib, ortiqcha ish harakat qilsa bo'lmaydi. Abath degan foydasiz, bema'ni ish. Yukrah degan Hanifi mazhabda hech qanday qaysiz bayon qilinsa, karaha tahrimiyani ko'rsatadi. Karaha tahrimiyya Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatullohi alayhi nazarda haram shu, faqatlam ehtiyojatdan makruh degan so'z ishlatdi. Aniq nas bo'lmag'achqa va indahuma, ya'ni inda shaykhayn, huwa ila al-haram aqrab. Haram darajasiga yetmasa, haramdan bir daraja tuvan turadigan, lekin qilsa gunohkor bo'lg'ash. لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم العبث في الصلاة. Allah Taala sizlarning namoz turib bema'ni ishni qilishingizni yomon ko'rdi degan bu rivoyat. Bu hadis ojiz, sunama hadis ojiz. Shu qo'shimcha menda bir dalil ko'rsatdi. Vali annahu yuhillu bil khushu'i, ash o'ynab turish, khushuga. Khushu deganda biz jim turish, tavazu bilan turish, ortiqcha harakat qilmaslik degandek mazmunlar degan. Bir narsa o'ynab tursa, atlashib tursa, bu xushuga ta'sir etkazadi. Undan keyin aslida bu ojizlikning aklishining o'rnida Qur'oni Karimdan dalil akasi bo'ldi. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Demak, shu xushu ta'sirini qoldirgan bo'lg'achqa, namoz xushu bilan turadigan joy bo'lg'achqa, qiroatni tadabbur qiladigan, Allah Taalaning huzurida turganligini his qilib turadigan, Allah Taolani ulug'lab turadigan joy bo'lg'achqa, bir narsalar hapilishib turish, bu shu xushoni zidlaydigan narsa. Undan keyin shu hapilishish, ortiqcha ish, bema'ni ish, agar jiqilib ketib qolsa, namozni buzitadi. Ozlab qolsa, makruh, karaha tahrimiyya. Az bilan jiqning fasili nima? Qanday ayiramiz? Ulamolar urf-odat nimasi bo'yicha bunda qarasak, masalan, bir kishi bir ish harakat qilayotgan bo'lsa, bu namozdimi yo namozning sirtimi deyalgidek bir ayriliqdek bir ish bo'lib qolsa, shu bo'yicha namoz tu'gandek, lekin da ishni qilib qo'li tutuqliq, masalan, bir ish qilgan bo'lsa, namoz ekan deymiz. Ya bani qashlayotgan, kiyimini tuzashtirayotgandek holatda. Lekin bu kishi bir boshqa kitobni o'qiyotgan, masalan, yoki biz bilan telefon so'zlashayotgan bo'lsa, bu namoz emas ekan deymiz. Lekin shu urf-odatda, mush kishining taqdirida qarasak, namozda deyiladigan bo'lsa, yani az bir harakat qilib namozning hay'atini o'zgartmagan bo'lsa, namozda jiq harakat qilib qaragan odam, bu namoz o'qimaydi bu odam deydigan bo'lsa, bu namozning butun buzutilgan jiq harakat qatorida. Yani az harakat nimaga o'xshaysa, namozda turib, masalan, beshimda nasibisi ishorat qo'ydi. Ya qo'ldimda bir ishorat qildi. Mayna biznes qilgan bo'lsa, namoz turiblam kashini silvatda. Az harakat bilan. Yoki besh so'mab ketgan bo'lsa, quloqsini kiyoldi namoz turib. Ya islab ketgan bo'lsa, quloqsini tashlatdi. Ya masalan, yog'liqni chiqariblam tukirib oldi, tukirib kelib qolgan bo'lsa. Ba'zi jilab qolgan bo'lsa, namoz turiblam ko'tarib namoz o'qish turdi masalan. Bu az harakat. Yani ko'p deganimiz necha qadamni olib yo'l mengash, boshqa bir ishni qilish, ma'lum ko'p bo'ldi. Undan keyin jiqlab qolsa namozni buzutdi, az bo'lib qolsa makruh, karaha tahrimiy. Endi az bo'lib qolsa bu namozni buzmaydiganligining dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kusuf namozida oldiga jannat ko'rsatilgan chaqda bir qadam oldiga chiqqan. Do'zax ko'rsatilgan chaqda bir qadam keyingi dajiga. Yana minbarning ustida turib namoz o'qigan. Imom bo'lib minbarning ustida peshtoq, Rasulullohning minbari 3 peshtoqlik tuva, peshtoq turib, egizdirek joyda turib imom bo'lgan. Keyin sajda qilgan chaqda pastga tushib turib, yerga sajda qilgan. Yana qiyamda turgan chaqda peshtoqqa chiqqan. Mushumi az harakat bo'lmasa. Yana
nevrisi Umama, ya'ni Zeynep radhiyallohu anhaning qizi Umamani ko'tarib turib namoz o'qib, keyin sajda qilgan chaqib qo'yib, ruku sajda qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Qo'yib, sajda qilib, undan keyin yana to'g'an chaqib ko'targan. Mushumi aziz shirkatninki misoli. Hozir mushu bobda namozning ishida qiladigan makruh ishlarni bayon qilyapti. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث في صلاته فقال أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz turib bir narsa o'ynayotgan bir kishini ko'rib, bu kishiningki dili xushu bilan tug'an bo'lsa, boshqa a'zolarimi xushu bilan tug'an bo'ladi degan. Bu hadisligi Rasulullohga marfu holatda ojiz bo'lishi mumkin. Ya sahabenin ya tabiinin sözü oluşu mümkün. Qala aw yufarqi'a asabi'ahu. Yana barmoqlardan, qo'llardan qasqirish makruh karaha tahrimiya. Lima zakarna degan yuqori bayon qilgan bu abatlar iskirdi va qo'shig'i ta'sir etadigan ish. Walinahihi sallallohu alayhi vasallam an zalik. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz turib oyda qo'ldan qasqirishni to'sgan. Hadisni to'sqan bo'g'achqari. Buni ojiz deb qardim maktabda. Mush hadis ojiz, ya'ni Rasulullohning namoz turib qo'ldan qasqirish to'sqan hadis ojiz dedi. Lekin Ibn Majah rivoyat qilgan la tuqaqqa asabi'aka wa anta fi as-salat degan Ibn Majahning rivoyati ojiz. Lekin Ibn Abi Shayba rivoyat qilgan mush mazmundagi hadis sahih yoki hasan darajali. Yani bir rivayette la tufarqa asabi'aka degan. Yani İmam Ahmad ve Abu Davud rivoyat qilgan hadisda namozda turib qo'lni unda giralashtirishni to'sqan, qasqirishni to'sqan hadismi bor, giralashtirishni to'sqan bor. Undanki giralashtirishmi, namozda turib giralashtirish bu makruh karaha tahrimiya. Va kitob demida lekin biz qatib qo'ygan bo'ldik. Qala aw yatakhassara. Takhassur degan belni tutish. لأن فيه ترك الوضع المسنون. Çünkü belni tutgan ahvolda namozda turish qoidasi bo'yicha sunnatni tark qilgan bo'ldi. Sunnat sol qo'lning ustiga o'ng qo'lni qo'yishdi. Belni tutib olsa, qo'lni sol qo'lning ustiga qo'ymay turgan bo'ldi. Walinahihi sallallohu alayhi vasallam an zalik. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'sqan bo'g'achqa, namoz turib belni tutib turishdan to'sqan. Hadis İmam Bukhari Seyyida Babul Khasr fi Salat bab qo'yib, an Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qala nuhiya anil khasr fi salat. Ve fi rivayetin qala Abu Hurayra nuhiya an yusalli ar-rajulu mukhtasira. Sahih Bukhari'deki rivayetler. Hani yatakhassar yoki al-khasr fi salat degan nima deb iboratsa, va huwa wad'u al-yadi ala al-khasira. Qo'lni belga qo'yishdan iborat. Namozning sirti cheklanmaydi. Faqat bir xil takabburlikni ifodalab qolsa cheklanishi mumkin. Bo'lmasa namozning sirti cheklanmaydi. Hozir kelgan cheklama namozning ishida keldi. Qala aw ya'qisa sha'rahu. Yoki makruh tahrimi bo'lgan ishlardan yana biri chechini yig'ib olmaslik. Chechini yig'ib olishi makruh karaha tahrimiya deydi. Aqs degan yig'ib olish, pomlolish, tugilish degan ma'noda. Wa huwa an yajma'ahu wasata ra'sihi. Aqs ash-sha'r degan chechini beshin o'ttirga ya keyniga olsun yig'ib olish. Aw yaj'alahu dafiratayn. Yoki ikki o'rim qilib, bir necha o'rima qilib o'rilish. Aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'ygan cheche xulqining yumshiqiga yoki murisi qadar kildi debpa. Uningdan uzun chach qo'yash ayollarga o'xshab qilish yatdan bu tashabbuh bil nisolar harom bo'lamdi, u boshiga. Lekin shunda jiqroq chechva kishi, ama sunnat bo'yicha qo'ygan chach deyli, kaltiroq bo'lsa-mu, o'rim qilyapti. Yoki o'rim qilmasa-mu, endi bir yerga unda jip bilan chigib yoki shilim yoki yilim bilan qatirib olsa, bo'lmaydi deydi. Nima uchun? Chachmi, kiyimmi sen bilan tang sajda qildi degan bo'lg'ach. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushunda yig'ilib namoz o'qishdan to'sqan. Shu to'sishi chachmi sajda qildi degan bo'lg'achdan. Bu xuddi nimaga o'xshatgan buni hadislarda? Bunda o'qigan kishi, chechini yig'ilib o'qigan kishi xuddi qo'lini bog'lab qo'yib turib sajda qilib o'qigan kishidek. Qo'li yagiga tegmaydi buni. Alqini yagiga tegmaydi. Tekkizmay bunda o'qigandak degan. Undan keyin sajdaga borgan chig'imizda chechimiz yig'liqlik qilmay, chachni sangilab turib yagiga tegsa, bu chachni sajda qilgan bo'ldi. Kiyimning yengi masalan, bunda pashlari nima qilsa,
buni yig'ilib yo turilib sajda qilsak bu kiyimni sajda qilmagan bo'ladi. Kiyim uzunroq endi sanglab turganimiz bo'lsa, sajda qilsak kiyimni yagi tegib tursa, kiyimni sajda qilgan. Mishalik cheklama erlarga xos. Erlarga xos Hafiz Iraqi shunda aytgan buni. Va huwa muxtassun bir-rijal. Mushu nahy muxtassun bir-rijal demakchi. Dunan nisa لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة فإذا نقضت فربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها وأيضا فيه مشقة عليها في نقضه للصلاة وقد رخص لهن في ألا ينقضن ضفائرهن في الغسل. يعني كم مشاهدة كأن شكلما أرلاق خاص ayollar chechini pumlanmay, yig'olmay, tashlatib qolsa, kiyimning ichi to'siq olmaydi. Kiyimning ichidan chiqib qolsa yoki sanglab qolsa, chechi o'chib qolsa, avrat o'chib qolganlik jihatdan namoz ta'sir etadigan bo'lg'achqa, ayollarning chechini pumlanishiga qaratilgan emas edi. Lekin ayollarning chechini pumlanib sirtqa chiqishi bu zibzinnat yasinish dairasiga kirib sinfan lam arahuma degan hadisga ru'usunna ka asnamatul buxtul ma'ila degan daira kiramdo u ayrim masala. Sirtqa shunda yasinib ashunda chechni pumlab jalb qilish uchun ayında pumlasa ru'usunna ka asnamatul buxtul ma'ila kirishi mumkin. Lekin uyda yoki unda yasin maqsadi yo'q, chechni boshqarib bo'lmay, ayında yig'vasa, oqiga yig'oldi, ustiga yig'oldi, ustidan yog'li qolsa bu chog'da chechinizni chuvib sangilting demaymiz, qo'yib biring demaymiz. Chunki chechi esib qoladi, namozga ta'sir etadi. Miyalik cheklama erlar qaratilgan. Bo'ladi. Kesishda erlarga o'xshab qolgan darajada unda kesib uni uzunroq qilib qisqartirsa bo'ladi. Ba'zanda erva ayollar qolsa, erning rusini va ismini gapim bor. فيعقده في مؤخر رأسه كما يفعل النساء mana كما يفعله النساء degandan bu erlar qaratilgan ekan degan mazmun chiqadi. Ayollar qilib olgandek beshining oq tarafiga, gadiniga tugib bildirdi aqsi shar. Ba'zi hadislar al-khayru ma'qusun bi nawasil khayl deb kelgan. Yaxshilik otlarning chekisiga putilgan, peshonasiga putilgan degan. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوس. hadisda shunda cheklanib kelgan bo'lg'achqa bu makruh kiraha tahrimiya deymiz. Sahih Muslimda mush mazmunni kelgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu birisining ashunda namoz o'qiyotganligini ko'rib, chechini pumlagan holat namoz o'qiyotgan deb shu namoz o'qiyotgan kishining chechini yishib o'tgan. Changiltib qo'ygan. Keyin ondan Rasululloh unda degan, nima mislati yusalli kemistir rajulladhi salla va huwa maktuf degan ma'noda. Ya'ni qo'lni bog'lab qo'yib namoz o'qigandek bo'ldi. Albatta sen qo'lingni yishib at. Ya'ni qo'lingni sajda qilsin, chechingni sajda qilsin degandek. Bu Sahih Muslimda bor. Niyada hadisni tahriz qilishda oyog'ida va akhrajahu min hadis ibn Abbas Muslimun deb. Hatta Sahih Buxoriydan bor. Mush mazmunni hadis. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Yaki أمر أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبا ولا شعرا ولا يكف ثوبا ولا شعرا diye kiyim şeklinde jig'olmaydi, turolmaydi, chachnimi unda tugolmaydi degan mazmun. Jig'ishtirolmaydi degan mazmunda. Agar masalan namozning sirtida yanamda turib o'qigan bo'lsa, bu yanamda bizning va konaklar yan emas. Shunda sangilab turadigan kiyim kechakning emas, tonning, da uzroq buni yanglamasin, boshqa pastlarga degandek. Namozning ichi turgan bo'lsin, sirti turgan bo'lsin, namoz o'qigancha turlik holat bo'lsin demakchi. Yana Rafi' radhiyallohu anhu bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning azatgardisi. Hazrat Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu namoz o'qiyotgan chog'da checha shunda chigillikanda namoz o'qiyotgan chog'da kelib bilan yeshayotgan. Yeshayotgandan keyin Hazrat Hasan xapolab qolgan chog'da Hapımızlar mən şu Rasulullah sallallahu şunda tosqanlığını anlagan bo'g'achqa shunda yishayotdim deb uzr aytgan. Qala au yasdila thawbahu. Yasdila danlashin. Yasdila. Au yasdila thawbahu. Ya kiyimini, thawba degan kiyim. Kiyim, kiydigan kiyim bo'lishi mumkin, tonda aytmasan. Yoki jipachi, raq bo'lishi mumkin. Masalan, siz tasavvur qiling bir ton.
yoki bir parcha raqni shundan beshimizdan bunda atib masalan bir adyalni o'rganib Qur'on o'qiydiganlar qanday qildi shunga o'xshash tasavvur qilsanglar ashuni isdal deymiz. Hozir Misrda ayollarning abayining bir turini isdal deydi. Cho'qisidan shunda sangiltadigan ya'ni shunda tushadigan butun badanni cho'qisidan tortib qoplaydiganni isdal deydi. Abayining bir turi. Ashunda beshidan sangiltilishi makruh kiraat tahrimiya. Namozni turgan gapmi bu? Bu abayning ishi emas, ya'ni sirtga kelib chiqish emas. Namozni turib, ashunda kiyimini beshdan tortib sangiltilishi makruh kiraat tahrimiya. Hadiran buningdan isdal abayni kiyib namoz o'qisa makruh kiraat tahrimiya bo'lib qoladi degan masala chiqib qoldi. Agar bu erlar xas deb qolsak, ayollarning o'chi ketdi. Er va ayolga umum deb qolsak, ayollarning isdal kiyib namoz o'qishi makruh kiraat tahrimiya bo'lib qoldi. Bu balki erlarga qartilgan bo'lishi mumkin. Linahihi sallallohu alayhi vasallam an-sadli, ya'ni an-sadli. Rasululloh shunda beshidan sangiltib namoz o'qishdan cheklagan hadis bo'lib chiqadi. An-sadli degan an-sadli fi solat. An-sadli fi solat degan sirtga gap emas. Namozning ishida shunda kiyimni beshidan sangiltirilishdan to'sqan bo'lib chiqqan. Mutavashshih degan bir narsada yepinchaqlab yoki bir uchini yerdan chiqarib bir uchini bo'yini chiqib yoki chigib olgan iltahafa tavashshih degan mazmun shu. Lekin mavazir shundan beshtillam sangiltib oldi. To'romalar qandaklam. Ha? Asli bu shaklashmishadi. Asli shu xristianlik o'xshab qolmanglar degandan keyin. Hozir bu shu taqib turqonlar xristianga o'xshab qilishni ko'rsatdi. Xuddi namozda har xil hayvonga o'xshab qolmas ta'kidlangandek, kofirlarga o'xshab qolmas ta'kidlangan. Kofir hayvon ashbish qatordas. Ashulaga o'xshab qolmanglar. Ma charpayligimi, kal'an'am balhum adal uningga o'xshab qolmang degandek. Ya'ni musulmonlar shunda farqlanib turish kerak. Allohning bir taqib turqi bo'lish kerak demoqchi. Bular bu ibodatda albatta farqlanib turish kerak. Ya bu lechak romallar emas, bu kiyim hozir. Ashunda bir kiyimni butun ashunda sangiltib olsa, ash xristianlarning ibodat qilgan chaqildiki kiyimga o'xshab qolishi mumkin. Kinolda ko'rgan bo'lsa mumkin xristianlarda o'qiganni. Yoki bu hamda erlarga xos desak, xristian erlar ayında qildi desa, erlarga xos bo'lishi mumkin. Arabning kiyimlarini gazabini aytib qo'smiz ekan ba'zilar u baranis deymiz shuni. Baranis. Yo'q. Baranis marakeslik deydigan qalpaqliq tonlar. Ya'ni bu shu sadal degan nima? As-sadl. Rasululloh hadis to'stig'i Hasan darajasiga diskan. Bu sadl hozir an yaj'alahu ala ra'si thumma yursilu atrafahu min jawanibi li'annahu min sani'i ahli al-kitab. Mushunda tariqada kiyinish ahli kitobdan ish bo'lg'achqa namoz o'qigan chaqda o'sha kofirlarga o'xshab qolmasin demoqchi. Qala aw yuq'iya iq'a deganni burun bir izohlagan. Iq'a deganni ulamolar ikki xil izohlagan. Biri Imom Karxiyning izohati ikkitisidan quchoqlab o'tgandek bir ahvol. Lekin bu hadis cheklangan emas. Ikkinchisi Imom Tahaviyning izohati ikki putni tiklab tizni maydisga taqgandek turib, ikki alqanni yalib qo'yib, ikki palligini, kasini yalib qo'yib turib, bunda o'tirish. Bu hamda ishning o'tirishiga o'xshab qoladi. Namozda o'tirgan chaqda ashunda o'tirish, namozda ashunda o'tirish cheklangan makruh kiraat tahrimiya. Say Muslimlik hadisda naha an uqbatish shayton yoki aqibish shayton deb kelgan. Aqibish shayton degan ustida ashunda tiklab turib, tapinning ustida o'tirganni aqibish shayton. Xuddi masalan misalliqlar ba'zisi o'tiramay, hozir qo'pay degandek o'tirdi-ku, egiz o'tirishni aqibish shayton. Li hadis Abi Zar radhiyallohu anhu. Hadis Abi Zar debdi, amaliyotda bu Abu Zardan bunday rivoyat qilinmagan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan. Qala, anma kitobchisi qala nahani khalili an thalath. Mening do'stim Muhammad sallallohu alayhi vasallam meni 3 ishdan to'sqan. An Qur'on naqraddik. To'qi cho'qilgandek cho'qilashdan aw uqiya iqa al-kalb o'tagandek o'tirashdan aw iftirasha ta'lab tulka jaynikin chaplab o'tagandek o'tirashdan iftirasha sab'a degan rivoyat aslida. Bu bilakni yoki tekkizib chaplab
o'tirishdi. Biz yubdi dab'ayhi dedik-ku, jayni egiz ko'tarib bunda tutdi dedik. Lekin jaynakni chaplab olsa, iftirash ta'lab yoki iftirash sab'a bo'ldi. Endi iqa degan nima esa an yaquda ala al-yatayhi ikki kasni yadi qo'yib kasning ustida o'tirib va yansiba fakhidayhi ikki yo'tisini tiklab va yadumma rukbatayhi ila sadri ikki tizni maydasiga taqab turib va yada yadayhi ala al-ard ikki qo'lini yadi qo'yash. Hozir bu shu hadisni Abu Zar radhiyallohu anhuga mansub qildi. Amlat kagina an Abi Hurayrata qala amarani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi thalathin wa nahani an thalathin amarani bi rak'atay ad-duha kull yawm wal witri qabla an-nawm والصيام 3 أيام من كل شهر ونهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. والإمام أحمد مسند روايت كيغان حافظ المنذري مو ترغيب الترهيب روايت كيغان شيخ الباني حسن لغيره degan. Hasan لغيره. Asli aciz. Lekin boshqa shavoidlar bo'lg'achqa, bu Hasan darajasiga ko'tarilgan. Nima uchun ham shunday o'tirish cheklangan namozda? Birinchidan, bu o'tirish namozdagi sunnat o'tirishga xilof. Bu bir. Ikkinchisi, arablar jilbob kiygachga bunda o'tgan ahvolda nima bo'ldi? Burun hamdan maydonning kiyimlari to'liq emas, ishiga ish kiyim kiyib, uning ustidan ishdan kiyib tambal deylar. Tambal kiyib, uning ustiga jilbob kiydish yo'q. Shu chog'da shu kiyimni shunday kiyib olsa, ya biznesini tikib shunday yo'g'ib olsa, kiyim bo'lgan chog'da. Yani kiyim kız, bazısın bir kuru kiyim var, bazısın iki kuru kiyim var. Bunda çağlar. Ondan keyin jilbob bilan, yoshda izlari bilan namoz o'qigan chog'da o'tirib qolsa, avrat ko'rdim qoldi. Shuni cheklagan bo'lishi mumkin. Yoki bu hayvonning taq-turqiga o'xshab qolganlik jihatdan cheklagan bo'lishi mumkin. Chunki hayvonning taq-turqiga o'xshab qolgan 4-5 xil usul o'tirishimizni cheklangan. Qala aw yaltafita uyoq bu yoqqa burilib qarashmi makruh kiraha tahrimiya. Burilib qarashning o'lchami nima? Bunda turib, da ko'zning qirida qarasa, burilish bilan bo'lsa, yoqa shu yuzi qibladan shuna burilsa, ondan bu iltifot bo'ldi. Lekin ko'zning qo'yrig'ida da qarasa, u burilish olmaydi. Garchi u xushuga ta'sir etkazgan bo'lsa-mu, lekin bu burilish kiraha tahrimiy darajasiga bormaydi. Nima ko'z bilan burilish, qarab turib, lekin ko'zni u yoq bu yoqda qarash bu makruh kiraha tanzihiy yani biladi. Lekin bu mu shu xushuga ta'sir etkazgan narsa. Lekin yuz bilan burilib, yani qiblaga bunda qarab turgan odam da qaradi yoki bunda qarab qolsa, bu makruh kiraha tahrimiya, iltifat bo'ldi. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam naha anil iltifati fi as-salah. Namoz turib u yoq bu yoqqa qarashdan to'sqan. Va qala tilka khilsatun yaxtalisuha ash-shayton min salatikum. Mush hadisda bu muttafaqun alayhi hadis. Bu shayton sizlarning namozinglardan o'g'irlaydigan bir qismi degan. Yoki Buxoriyning lafzida ixtilasun yaxtalisuhu ash-shaytonu min salatil abd degan. Ani iltifat haqida ayrim to'sqa hadis va Tirmizi Anas radhiyallohu anhu rivoyat qildi. إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة. Tirmizi Sayyid bağlagan. Namaz durib qatti u yoqqa burilib qaramagan. Chunki u yoqqa burilib qarashgan bir halokat. Yoki namozning butun bekor qiladigan narsadek demoqchi. Qala aw yatarabba'a li ghayri udrin. Namozda tasavvujati uzr bo'lmagan ahvoldimi chaza qilib o'tirishi makruh kiraha tahrimiya. لأنه يخل بالقعود المسنون. Çünkü bu o'tirish sunnat bo'lgan o'tirishga zid keladi. Sunnat bo'lgan o'tirish yukunib o'tirishdi. Yoki shu muftarish, tavarruk degandek o'tirishlar. Va li'annaha jilsatul jababira. Yani bir sabab bu o'tirish takavvur bahodirlarninki, endi o'zini cho'ng tutgan endi kishilarninki o'tirishi. Hatta qalu, endi o'tirish bo'lg'achqa ulamalar, yani mazhabdagi shu qalu degan so'zga qattiq diqqat qiling. Qalu deb kelsa, Hanifi mazhabdagi keyingi ulamalardan ba'zilarning degan so'zi. Qalu keyingi ba'zi ulamalarning tadqiqoti ma'lum. Ilgirki imom degan gap emas, mesela Abu Hanifa sohiban bu degan gap emas. Ko'p keladimiş. Qalu
deplamında kelib qolsa, Hanefi mazhabdagi keyingi ulamolarniki degan so'zlari. Shu keyingi ulamolar balkim bizning O'rta Osiyodagi ulamolar Ash-Shar'i Qoida, shu Ubaydulloh Mahbubi, Taj Shari'a degandek shunday ulamolar degan bo'lishi mumkin. Tukrahu xarja salati aydan. Namozning sirtida bunda o'tirish makruh. Shu bizning diyorimizda imondachilik saza qilib o'tirib qolsak, cho'ngni tilishi mumkin. Yoki cho'nglar oldida unda o'tirib bo'lmaydi. Gerçi hozir ham unda o'tirishlar bo'lib ketgan bo'lsa, lekin burun cho'ngni yig'ilgan so'rinlarda saza qilib o'tirish mumkin emas. Jugunib o'tirish lozim. Lekin namozning sirtida bu cheklanmaydi. To'g'risi shu. Miyadimam Hanefi mazhabining qarashi isoat emas. Hanefi mazhabi ba'zi ulamolar bunda yani mubalag'atan hatta qalu degani mubalag'atan bunda deb ketdi. Namozda chaza qurib o'tirish bizni sahobadan rivoyat qilgan. Sahih Buxoriyda mo sahaba ayoldan biraydan rivoyat qilgan. Va kanat faqiha deb Imom Buxoriy. Sahabadan Ibn Umar, Ibn Abbas va Anas shular rivoyat qildi. Tabi'lardan Ato, Mujohid, Salim, Ibn Sirinlardan rivoyat qildi. Lekin mushu chaza qilib o'tgan rivoyatlar normal ahvolda emas. Bular puta og'irganlarga kasal sababini anda namozdagi qoida bo'yicha o'tiramay qolganlikdan o'tganlikni ko'rsatish kerak. Shu Hazrat Ibn Umardan kelgan rivoyatda o'g'li dadasini do'rab chaza qilib o'tgan chog'da chaza qilib o'tama deganda o'zlari bunda o'tirdilar desa, mening putim og'irg'achqa o'tiramay bunda o'tadi. Lekin puti og'irgan kishi, salomga kelmagan kishi puti sunib o'tiramdi, chaza qilib o'tiramdi, misrlik o'sha o'rindiqda o'tiramdi. Qanday o'tasa, qulay bo'g'inni o'tirdi. Endi Hanefi mazhabining va kira tahrimiyaga dalil bo'ldig'ini Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bunda bir so'z kelgan. Namozda turib, chaza qilib o'tganimdan chiqpa cho'g'ning ustida o'tganim mana shu suyimlar degan. Lekin bu xat yomon ko'rishdim. Balki namozdagi xushu bilan turishni zid qildi degan bo'lsin. Chunki xushu degan tavozu ma'nosi bor emasmi? Chaza qilib o'tsasan, unda takabburlik qilib o'tgandek bo'lishi mumkin. Qala aw yuqallibal hasa, yani shig'il tashlaq ashunda maydonlarda, sayliqlarda yoki shunda masjidlarda shunda ahvol bo'lsa, namoz o'qigach, tashahhudda o'tgach, masalan, tashni silab o'tgandek tuzlab atrofini. Bunda qilib o'tsa, bu makruh kira tahrimiya. Albatta tashdan boshqa, tashahhudda o'tgan chog'da atrofimizdagi ba'zi narsalar gilam bo'lsa, tashahhudda o'tganda mo'yni silab o'tsaq, masalan, o'tgan chog'da o'tirgan ish bo'lganda, bunda o'tirib qolsa, yoki boshqa narsalar aplashib, bunda o'ynab o'tsa, bu makruh kira tahrimiya. Li'annahu abatun illa lidaruratin, faqat zurul bo'lib qolsa, namozning maslahati uchun zurul bo'lib qolsa, namozning maslahatiga lozim bo'lgan ishlarga ruxsat qilingan, undan zarurat bo'lib qolsa ruxsat qilindi. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam ya abadar marratan aw dar. Ey abazar, shig'il tashni tuzsam bir qatimda tuzlat. Bo'lmasa bo'ldi-ku. Qayt bunda tuzlama demak. Ya'ni sajda qildigan o'rinda shig'il tashli bo'lganlikdan, ba'zi egizrak, ba'zi qirliq bo'lganlikdan sajda qilib qolsa, sajda qilolmaydigan ya chekisini, peshanasini zaxmlantirgan holat bo'lib qolsa, sajda qilishdan burun shunda bir sevib tuzlatiblam, Allohu akbar deymiz. Yoki sajda qilgan o'rinda masalan bir narsa qo'yaqliq bo'lgan bo'lsa, masalan, ya ba'zida kash qo'yib qo'ygan bo'lsa, masalan, tajliq, sajda qilmoqchi bo'lgan chog'da kashimda bir taraf ish qo'yiblam, sajda qilamiz-ku, shunga o'xshash. Bundan keyin bu yerda bir qatimga ruxsat qilishi namozda sajda qilib olish uchun zarur bo'lib qolgancha ruxsat qilgan. Zarur bo'lmasa bir qatim ruxsat yo'q. Qala aw yarudda salama bi lisani, yoki ig'zoki salomni ilkab qolsa, makruh kira tahrimiyya dedi. Amaliyotda bu ijma'an namozni buzutilgan narsa. Hozir bu shu maktabda ekanini makruh kira tahrimiyya qatorda kelib qo'ydi. Lekin to'g'risi namozni buzutdi. Yani siz namazda tuğan bireylenge birisi kelib, assalomu alaykum, ya bunu namoz o'qishni bilmay sirtdan chekinchi salom qilib qoldi, yoki bu endi jahil odam ekan, salom qilish bo'lmaydiganligini, ya'ni bu mazhabda salom qilish bo'lmaydi. Salom qilishni bilmaydi ekan, namoz o'qiyotgan assalomu alaykum debdi. Degani namoz o'qigan odam namozni o'qib o'tib, va alaykum assalom deb burilib qaramasa, va alaykum assalom deb davomlashtirsa namozi buzildi.
Hanifi mazhabda namoz o'qigan kishiga salom qilishmi o'xshash shaklida, javob berishmi shaklida. Li'annahu min kalamin nas. Chunki va alaykum assalom va rahmatulloh degan shu odat kishilar bir-biriga salom qilishgan chog'da beradigan javob. Kishilarning gap so'zlaridan iborat. Aw biyadihi yoki qo'li bilan ishorat qilib salomni ilgilishmi makruh kiraat tahrimiya dedi. Namoz o'qiyotgan kishiga biz assalomu alaykum desa, namoz turib qo'yib, qo'lni ishorat qilib qo'yib, namoz davomida ya'ni va alaykum assalom demoqchi. Endi ishorat qilib qo'ysa, bu makruh kiraat tahrimiya. Li'annahu fi ma'na salam. Chunki bu salom bergan mazmunda dedi. Salom bergan mazmunda desa, aslida salomni qaytarish namozni buzilg'ayish desak, bu buzilsa bo'ldi. Maktabda makruhat qatorda akagachga shunga o'xshash deb qaradi. Amaliyotda salomni ilkilish va salom berish namoz buzilg'ayish dedi. Tamam? Lekin o'sha qo'l bilan ishorat qilib javob qaytarish makruh kiraat tahrimiya holat qiladi. Ig'zoki javob qaytarish namoz buzilgan mubtilat salat bo'ldi. İşaret ma'buda kelbayan bilgisini o'xshash bo'ldi. Lekin bak Hanifi mazhabda hozir qo'l bilan ishorat qilsa namoz buzilgan narsa qatori sanalmaydi. Nima uchun? Chunki bunda ba'zi bir hadis kelgan bo'lg'achqa. Hadisda ansarlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Quba masjidida namoz o'qiyotgan chog'da assalomu alaykum ya Rasululloh degan chog'da Rasululloh qo'lda bunday bir ishorat qilib qo'ygan bir rivoyat kelgachga namoz buzildi deyilmay, Hanifi mazhab bu makruh kiraat tahrimiya dedi. Lekin hadisdan ammay faqat javob bergan hadislarni oldi. Hozir bu masalada jumhur ulamolar birisi namoz o'qiyotgan kishiga salom qilsa, namoz o'qiyotgan kishi ishorat bilan ilk oldi dedi. Hatta İmam Navaviy taka jumhurdan İmam Navaviy namoz turib bir salom qilib qolsa, ishorat qilib javob qaytarish mustahab degan. Mustahab degan. Chunki namozning sirtida salom qilib qolsa javob qaytarish vojibdir. Namoz bo'lganlik uchun hozir Rasululloh ishorat qilib javob qaytargan bo'lgan u sunnat degan yerga bordim. Yani şunun istidlal bo'yicha. Yo'q, ig'zoki salom bersiz. Hali ig'zoki salom berish va ishorat qilib salom berish. Yani ig'zoki va alaykum assalom desa, namoz buzilib ketdi. Qo'li bilan qilib qo'ysa, yoki beshi bilan qilib qo'ysa, makruh kiraat tahrimiya dedi. Jumhurcha ayında javob berish mustahab dedi. İmam Navaviy mustahab dedi, boshqalar joiz degan bo'lsin. Yani şu ulamoning qarashlari İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ko'nglida namoz o'qib bunda ko'nglida alaykum assalom deydi. Yani ig'zoki undan ishoratlarmi demay, ko'nglida salom berishni unda o'ylab qo'ydi deydi. Ata bilan Naxai namozni tugatib bo'lgandan keyin namoz turib ishorat qilmay, namozni salom berib bo'lgandan keyin unda alaykum assalom deb qo'ydi deydi. İmam Muhammad ibn Hasan Shaybanining qarashi shu. Lekin İmam Abu Hanifa ko'nglida undan salomni ilk olganini o'ylaydi dedi. Muhammad ibn Hasan Shaybani namozda ko'ngilda o'ylamaydi, ishoratni qilmaydi. Namozdan keyin antum va alaykum assalom deb ilk oladi dedi. Abu Yusuf rahmatullohi alayhi namozda turibmi salomni qaytarmaydi, namozdan keyin qaytarmaydi dedi. Xuddamda bu namoz o'qiyotgan kishiga salom qiluvchi bir xato ishni qildi. Undan keyin bu odamga javob qaytarishga yaramaydi degan tariqa. Arzimaydi degan. Elbette tabiilardan ig'zoki salom bazim bo'ldi deganim bor, lekin bu shoz qarash. Hamda jumhur ulamolar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki shunda namozda turgan chog'da salom qilgan kishiga ishorat qilganligi haqida kelgan hadisni o'sha ishorat salomni ilgilashdan iboratdir deb endi tushunib ishorat bilan javob qilsa bo'ldi dedi. Ya'ni bu mazhab ya bu ishorat salomni ilga olganlik shart emas, va alaykum assalom degan ma'noda emas. Bu namoz o'qiyotgandan inson salom qilma, xato qilding ma'no deb to'sab qo'yganlik bor. Ya'ni namoz o'qiyotgan bo'lsa, assalomu alaykum degan bo'lsa, daq qo'ydingiz. Salom qilma, men namoz o'qiyotganim, namozda men mashg'ul. Al-mashg'ul la yushg'al degan mazmunda. Nima uchun desa, ya'ni bu mazhab buni sahih dalillarga tayangan. Şu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ansarli salom qildi, qo'lda ishorat qilib qo'ydi degan hadis bor. Sunan kitoblari kelgan. Sayyidda kelgan hadislarning bir darajada tuvan darajalik hadislar. Ya'ni bu mazhabda tayang'ini o'sha Buxoriyda kelgan hadislar. Balki Muslimdan bordi. Masalan Buxoriyda babun la yaruddu salama fi salat degan bab, ayrim bir bab degan Buxoriy. Namoz turib salomni ilg'amaydi, yoki salomga javob qaytarmaydi degan.
An Abdullah, yani Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh demekçi. Kale kuntu usallimu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve fissalah feyeruddu aleyye felemma raca'na min indin necaşi sellemtu aleyhi felem yerudda aleyh ve kale inna fissalati şuğla. Burun namaz turibmi salomlashgan ko'rishgan ahvol so'rashgan chog'larda Rasululloh salom bersak va alaykum assalom deb namozni o'qiyapti dedi. Ya'ni sahobalar bir-bilan paranglashdi-ku burun. Shunga assalomu alayna va ala ibadillah solihin desanglar o'zlari hamma salomlashgan bo'lsa dedi. Nega o'zlari unda salomlashish tugidi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu hijrat qilib, balki ikkinchi hijratdan keyin Rasululloh Madinaga hijrat qilib bo'lgan chog'da Ja'farmo qaytib keldi-ku. Shu chog'da qaytib kelgan bo'lsa, Rasululloh namozga chiqib salom qilgan. Ya'ni ya irzaki ya ishorat bilan salom qaytdi. Nima sayyidista Rasululloh qo'li bilan ishorat qilgan gap yo'q. Bunisiga inna fis salati shughlan dedi. Yana ashu babda İmam Bukhari rivayet kıldı. Ve an Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma qala ba'athani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hacetin lahu. Fantalaqtu thumma raca'tu ve qad qadaytuha fa'ataytu an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem fasallamtu aleyhi felem yerud aleyye fawaqa'a fi qalbi ma Allahu a'lamu bihi. Nima uchun salomni ilkammaydiganda deb qattiq tashvishim ketdi. Ensirab ketdi. Men nima xatolik sodir qilgan nima deb. فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي حين أبطأت عليه من سل كشك كبقاغشقا خفلب قاغم بولشون كين دب أولدم ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد عليه يعني namozdan tugitib bo'lgandan keyin shuqatin salom berib nima qilganini javob qaytarmoq. Keyin namozdan farig' bo'lib, undan keyin javob qaytiribdi. Faqala innama mana'ani an arudda alayka anni kuntu usalli wa kana ala rahilatihi mutawajjihan ila al-qibla. Shu chaqda Rasululloh bu safarga olgan. Safardan Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu bir ishga buyurib, ularning ustida o'tirib namoz o'qiyotgan chaqda Jabir ibn Abdullah ketdi. Kelib shuqatin salom qilsa, javob bermay, keyin namozdan farig' bo'lgandan keyin ondan javob qaytirib, men namoz o'qiyotgandim. Bu adı nafl namaz degan gap ma bu. Ularning ustida o'qilgan nafl namaz. Shuni aytib Jabirmo nima uchun salomni qaytarmaydigan deb nima qilgan, balki namoz o'qiyotgan holatda bo'lgan bo'lsa yerda namoz o'qiyotdi deydi. Ularning ustida unda o'tgan ekan, namoz o'qishni bilmay qolgan bo'lishi mumkin. Men namozda bo'lg'achqa salomni ilik olmay qoldim deb namozdan farig' bo'lgandan keyin salomni ilik oldi. Lekin mush ikki sayyidista Rasululloh ishorat bilan salomga javob qaytardi degan nima yo'q. Lekin ishorat bilan salom qilmaymiz degan shu qarash kuchli. Ishorat bilan salom qildigan rivoyatlar Buxoriyga hadislardan saylik darajasi sal tuvan. Garchi u hasan ya say bo'lsa-mu, lekin sal tuvan. Ondan uning ehtimolligi bor. Qo'lingda ishorat qilib qo'yganlikqa unda salom qilma degan ma'noda nahiy bo'lishi mumkin. Ya'ni mazhab shu nahiy degan tarjih qildi. Boshqalar raddan lis-salom, salomni ilgarish deb tushundi. Bundan keyin shu salomni la bil ishara va la bil kalam shu to'g'ri. Salomni qaytib ishora bilan salom ishora bilan Hadiskagina olqinni da yaga qartib, bunda ishora qil debman. Shundan keyin buningdan hamda va alaykum assalom degan chiqamdi, u chiqishi nechinchi gap. Bu salom qilmaman namozda degandek to'sashni bilgan ishorat bo'lishi. Uning ustiga masayidis bizning shu ishoratni nahiyga apirishimizga qarini bo'la oladi. Ma'nosilda Hanafi mazhabning tayinli dalili shamol o'tmaydi mana. Qala aw yatamatta degan da kerilganini bildirdi. Namoz turib mo'rlari sal nima qilsa, da bir kerilib aytganda qo'pqadimdek masalan. Bunda qilsa makruh karahat tahrimiya. Qur'on Karimda duo "Summa zahaba ila ahlihi yatamatta yanda karanlab badi" degan bu. Cho'ngchilik bilan matta degan bu so'z shu madda masalan, shu o'shanda so'zlashni, karlisini bildiradi. Nolga cho'ngchilik qilib qilgan unda o'zi kargandek ma'nodan bo'lg'achqa yatamatta dedi. Yani Kur'anlab mangda kerildi degan ma'noda. Aw yatasaaba yoki asnashi. Asnash yaman ko'ldig'ish.
bu tabiiy keldi. Yani esnalarga deb shuni asliolmaydi. Tabiiy keldi. Lekin tabiiy kelgan chaqda biz buyurilganimiz esnashi mumkin qadar to'sash. Esnamaslikka tirishish. Çünkü esnagan chaqda bir hadisda shayton buningdan kuladi, yana bir hadisda shayton og'ziga kirib oldidir. Siydi de bağımlı Allah'ım. Lekin seyyidisi kördüğünde mi şu şeytan kirib oldi yoki mesxir qildi, kuldi degan. Mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Sahih Buxoriyga hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi. Esnek şeytandan bo'ladi, şeytan tarafidan bo'ladi. Shu birinla esnek kelganda mumkin qadar uni qaytirsin. Ya'ni esmaslik tirishsin demoqchi. Ya'ni og'zini, kaltkini yig'ib turishtirishdir. Çünkü birinla esnab ha desa şeytan onundan kuludi. Esnab ha degan chaqda şeytan odamga dushman bo'lgan ekan, odamning onunda kulkilik bir taqdirga masxir qilib oladi, bir fursat deb qilgan. Ya'ni bir rivoyatda og'ziga kirib oldi deb. Bunda bo'lgan ekan Rasululloh buni to'sgan. Fa in g'alabahu kadama mastata'a. Eğer bak esna qattiq tutib ketib qilib to'sanmay qolsa, kishini yetishcha to'sab qo'ydi. Bo'lmasa maylamda. Va wada yadahu ala fami. Yani ağzı kerilib ketgan ahvolda to'sanmay, taqobil turanmay, ağzı kerilib esilib ketib qolgan ahvol bo'lsa, qo'lini og'ziga qo'yib oladi. Namozni gapma. Namoz turib, esna kelib qolsa, unda turmas. Esna kelib qolsa, qattiq tirishib baqdi, yana og'zi esib ketgan bo'lsa, ba'zi ulamolar o'ng qo'lini deydi, ba'zi so'l qo'lini deyishi mumkin. Yani so'l qo'lning dumbisini Bidalike emara sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunda qilishga buyurgan. Sayyidike hadisda buyurgan nima ekan? Qala aw yughmida aynayhi. Yoki namoz turib ko'zini yumbilish makruh kiraha tahrimiya dedi. Li'annahu sallallahu aleyhi ve sellem naha anhu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namoz turib ko'zini yumbilishni to'sgan dedi. Albatta Rasulullah'dan namoz turib ko'zini yumbilish haqida unda bir cheklama sayyidis kelmagan. Kelganlari ojiz hadis bo'lishi mumkin. Lekin salaflardan ko'zni yumbanmaslik haqida asarlar kelgan bo'lg'achqa, ulamolar makruh kira tahrimiya degan gapni shu salafdan kelgan asarlardan chiqadi. İmam Bayhaqi Sunan al-Kubra degan kitobida va ravayna an Mujahidin va Qatadata annahuma kana yakrahani taghmid al-aynayn fi as-salah. Bu tabiilardan rivoyat qilinibdi. Bunda ekan bu tabiilardan kelgan bu rivoyat makruh kira tahrimiyani bildirishga kuchaymas mumkin. Ha? Kuchaymaydi. Ondan ulamoning ba'zisi ko'zni yumbilish makruh bo'lmaydi. Hech nima bo'lmaydi yumbasa degan. Nima uchun desa, ko'z yumgan holatda xushuga foydasi bor, diqqatni yig'ib tura oladi degan. Lekin makruh qiraat tahrimiya degan ulamolar bir qancha ahvolni istisno qilgan. Xushu joyid bo'lish uchun agar oldida diqqatni chachadigan ko'rinishlar bo'lib qolsa, diqqatni chachadigan bir rasm yoki ayollar masalan ko'rinib turadigan yerda masalan va undan boshqa shuni diqqatni chachadigan har turli narsa bo'lib qolsa, namozda diqqatni yig'may qolsa ko'z yumbasi bo'ldi degan. Bundan ekan bu yerda hozir makruh qiraat tahrimiya deyishning dalili ojiz, balki tanzihi bo'lishi mumkin. Xushuga foydali deb qolsa mayli. Shu biz aviyatamatta aviyatasaab degan shu makruh qiraat tahrimiyaning doirasiga. Chunki nahiy keldi. Qala aw ya'udda at-tasbiha wal ayat. Tasbih va oyatlarni sanashmi makruh qiraat tahrimiya. Ve qala Abu Yusuf la yukrah. Ma'anki Hanifi mazhabning imomlari ikki taraf bo'lib qoldi. İmam Abu Hanife rahmetullahi alayhi makruh deb qardi, Abu Yusuf makruh emas dedi. Va huwa rivoyatun an Muhammad. Muhammaddan makruh emas degan qarash kelibdi. Va anhu mislu mazhab Abi Hanife. Undan keyin Muhammaddan mushkil rivoyat keldi. Abu Hanife makruh dedi, Abu Yusuf makruh emas dedi. لأبي يوسف أن السنة وردت بقراءة آيات معدودات في الصلاة. Sünnette namazda sallık ayetlerini okuş doğruluk kelgan. Mesela Cuma günü Sure Secde, El-Eta'lın insan okusa 29, 30, 31 ayet degandek. Yani bunda ayetni sanash ahvollarim bordi. Yoki shunchalik miqdorda o'qish mustahab ya sunnat deyilgan. Wala sabila ilayhi illa bil adad.
Şunu sanab o'qisak, ondan shu sunnatni, mustahabni qo'lga keltirgan bo'lamiz degan. Va anhu annahu ajaza zalika fi an-nafl khassatan. Va anhu yani Abu Yusuf'tan kelgan yana bir rivoyatda farzda sanasi bo'lmaydi, naflda sanasi bo'ldi debdi. Li'annahu sumiha fihi ma la sumiha fil fardi. Chunki naflda kengchilik bor. Farzda ruxsat qilmaydigan narsaga naflda ruxsat qilinadi. Wali Abi Hanifata imamning dalili annahu in addahu bi yadihi yukhillu bil wad'i al masnun. Barmoq bilan sanab qolsa namozda sunnat qoiz bo'yicha turishiga daxl etadi. O'ng qo'lni so'l qo'lni ustiga qo'yish lozimdi. Bunda barmoq sanab qo'ysa qo'ymagan bo'lib qoldi deydi. Fa ashbaha al abad. Shuna bima'nis qilgandek. وقد قال صلى الله عليه وسلم كفوا أيديكم في الصلاة. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llarni tutsin degan namozda. Yani bu hozir mushunda rivoyat qilingan bo'lishi mumkin. Lekin sahih hadisda mush mazmun bor. Sahoba kiramlar salom bergan chaqda assalomu alaykum va rahmatulloh deb qo'lni ichib assalomu alaykum va rahmatulloh degan qo'lni bunda ochgan bo'lg'achqa Rasululloh mali arakum rafi'i aydikum ka adnabi khaylin shummus. Quyruqni shippanishqa otdak qo'llarni qulonishgandek ko'ryapman-go. Askinu fi salat. Namozda jim turinglar, qo'llarni shippanishmanglar degan. Shu kufaydiyakum fi salat degan mazmun shu. Bunda degan bo'lgan ekan, u qo'lni barmoq bilan sana qo'l tutsa, yani qo'lni shippanishgandek bo'ldi demoqchi. Wa in addahu bi qalbihi, barmoqni sanamay, ko'ngilda sanasicha yashghaluhu anil khushu. Bu sanashidan bo'lib ketib, xuddi tasbih sirg'a odam sanashidan bo'lib ketib, o subhanallohning mazmunini o'ylamay nima qilib ketgandek, sanashidan bo'lib ketib qoldi. Fa ashbaha tafakkura fi umurid dunya. Undan keyin bu sanash hozir dunyoviy ishga munosib bo'lib ketib, dunyoning boshqa bir ishlarida tafakkur qilgan, boshqa bir ishlarni o'ylayotgan odamdek bo'lib qoldi deydi. Wa amma al-adadul masnunu fa yumkinuhu an ya'uddahu kharij as-salat. Sunnat bo'lgan sanoqda mancha oyat o'qish sunnat degan bir ahvol bo'lib qolsa, buni namozning sirtida sanolib, undan keyin mansan shu udilgan masura, ya nega o'qisam manchiga udilgan sunnat to'g'ri qilgan deb namozga to'g'an chaqda shu burun sanab olganni o'qisa bo'ldi emasmi demoqchi. Va yaqrahu fiha, yani namozga ilgari sanolib, namozga kirgan chaqda andan shu sanab olgan sanni o'qisa bo'ldi, namozning ichida sanamaydi demoqchi. Fala haja ila al-adad fi as-salat. Undan keyin namozdan ishib turib sanash hojasiz. Lekin tasbihni 1 2 3 masalan ya 10 qadam qilish sunnati bor-ku, uni sanash lozim. Buni balki ko'ngilda sanashi mumkin. Salat tasbihning ahvoli alayda. O hadislarni salat tasbihning hadisini sahih deydigan ulamolar bor, sahih emas deydigan ulamolar bor. Yani bu salat tasbihda tasbihdan masalan shu 350 qilib la havla va la quwwata illa billah 75 qatam 10 qatam la havla va la quwwata deyib bunda bir o'qishwan. Bu odatki namozda o'xshamaydi. Buni Rasululloh Abbos radhiyallohu anhu taga men sizga alayda bir bunda fazilatli bir ishni deb bermaymi deb xuddan shuni xas deb berayotgandek boshqalarga deb bermay sağlam deb bermaymi degandek bir lafz bilan nima qilgan. Lekin bu hadis tekshirib kelsak ojiz chiqsin. Yana İbn Umar radhiyallohu anhu'ning ra'aytur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'uddul aya fi's salah. Namoz turib oyatni sanayotganligini ko'rdim degan bir rivoyat kelgan bo'lsin, bu ojiz. Yoki islomning dastlabki chog'larida shunday bo'lgan deb tushunamiz. Balki bunda bir sanni faraz qilib degan bo'lishi mumkin. Sanab turgan bo'lsa-mu, bunda faraz qilib turgan bo'lishi mumkin. Yoki Ibn Mas'ud danliq qarilardan. Xuddi bizning qarilarimiz hozir burun namoz turib belgilamasa-mu, safining beshini, oyog'ini, mancha oyat deganni yod bildiganlar hozir. Namozning sirtida bilib qo'ygan 100 oyat bo'lishi mumkin. Yani ma ayet kelgan chaqda 100 oyat beshi keldi. Ma ayet safining beshi keldi. Ma ruboning beshi, ma parning beshi deymiz-ku. Parni biladi buni. Shunda bo'lishi mumkin. Masalan, par beshini biz bilamiz, shundami? Ha, shumi? Shunda. Qala wala ba'sa bi qatl al-hayyati wal aqrabi fi as-salah. Namozda turib, bunda ziyon urdigan yizlan chayonlarni o'ttasa mayli. Albatta, eng az harakat bilan o'ttiramiz. Chunki buni o'tamagan taqdirda bu bizni mashg'ul qildi. Biz namoz bilan mashg'ul bo'lgan bilan bu bizni mashg'ul qilib ansirab qolamiz.
Shuna bu nimaga o'xshaydi desa, xuddi oldimizda o'tgan bir kishi olib qolsa, g'achcha to'sab turib olgandek. Shu bilan harakat qildi. Lekin bizga namozimizga daxl etadigan, oldimizda o'tgandan to'sib olgandek bir ish. Yana masalan, iqib ketsa ko'zimiz eshitib turadigan bo'lsa, namoz turib ta'ni surtimiz. Shunga o'xshash bir ish. Lekin bu undan nechasini bo'lishi mumkin. Bu hayot mamotlik masalasi. Chayon chaqsa, agar yamanroq, cho'nroq chiqib qolsa o'tirishi mumkin. Evet, Muhammed Aleyhisselam dikkatli tartılgan mesela. Liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem ine hadis varken uqtuluhuma velev kuntum fis-salah. Namaz olsanız öttürütün aslında. Seyyedisken. Qala fe in akala ev şeriba. Namazda turib bir narsa yeb ichib qolsa, namoz buzildi. Lekin unda tishning arida qisirib olgan bir narsani jutib qolsa, unda ulamolar yeb-ichmadi deb ayirishi mumkin. Lekin mavamda namozda turib bir narsaydi yoki shunda shayni bir o't o'tib taravih turgan qarimli masalan qurib qolsa namoz buzilib ketdi. O takallama ya gap so'z qildi, biraz gap qilib o'tib unda namoz turibchi, o'zi namoz buzildi. Hatta masalan bir mazatda boshqalar masalan tush kirib qolsa rahmakalloh deb qo'ysimi namoz buzildi. Aw qara'a min al-mushaf yoki Qur'on qarab turib oyat o'qib qolsa fasada salatu namoz buzildi. Demak, hozir bu yuqorqilari namozdagi makruhatlikda ma'vo namozni buziladigan ishlar sanatidir. Bu butilat salat. Amma al-akl va shurb an yabtishkasak fa li'annahu amila amalan katiran laysa min as-salat. Bu namozga munosabatsiz ko'p ishni qilgan bo'lg'achqa namoz buzildi deymiz. Wa amma al-kalamu an gapsiz qilishkasak fa liqawlihi sallallohu alayhi vasallam inna salatana hadihi la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas. إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. وأما القراءة من المصحف القرآن قرأت ترب قراءة قرشكاسك فمذهب أبي حنيفة رحمه الله نماز بزول ديان قرش شو إمام من قرشه وعندهما لا تفسد وعندهما والجمهور لا تفسد جمهور لا بزول ما يدد ده çünkü Sahih Buhari'de enne Aişe radıyallahu anha kana ya'ummuha abduha zakwan ve yaqra'u min al-mushaf. Belki bu Ramazan'da bo'lgan bo'lishi mumkin. Ayollar imom bo'lib aşı qul yoki azatgarda qo'llandi xizmatchi imom bo'lib Qur'on qarab turib o'qitgan. Tabi'lardan Ibn Sirin, Hasan, mesela Ata bular unda qarab o'qisa bo'ldi degan. Yani Zuhri rivoyat qildi-da kana xiyaruna yaqra'una min al-masahif. Xiyaruna degan biz tabi'iylarning eng afzallarimiz. Balki sahobaning ko'z tutishi mumkin. Shular mushaf qarab o'qiydi debdi. Bu al-Mudawwana al-Kubrada rivoyat qilingan. Bularning dalili sahibanning va jumhurning dalili Qur'onga qarashning o'zi bir ibodat, namozning bir ibodat bo'lgan ekan, bu masala shuda zid kelmaydi. Nur ala nur degandek bo'ldi demoqchi. Hanifi mazhabga tavam shu imom Abu Hanifaning qarashini desak, ya'ni zahiriy qarashdimi, namozni buzutdi. Chunki bu ko'p ish qatoriga kirdi dedi. Tabi'lardan İbrahim an-Nakhai, Sa'id ibn Musayyab, Sha'bi namozni buzutdi deb qaragan. Undan keyin bu salaflar ixtiloflashgan masala. Yani sahiban namozni buzutmaydi deshunami? Hech shunday damda olsa makruh karaha tahrimiyya deydi. Nima uchun makruh deysiz desa, li'annahu tashabbuhum bi ahli al-kitab. Mesela Yahud Nasaralarga qarasanglar, masalan, Qudusda Yahudiylar Haytul Mabkaning oldiga kelib, nima qilsa bu yada o'qib qolgan ko'rmasam, mana shu tamtu bunda o'qiydi. Xristianlarmi Injil o'qimoqchi bo'lsa, shu kichkina ish o'qiydi. Lekin yada bildiganlar yo'q. Lekin islom ummati bunda bir alohidalik, misda Qur'onni yodlay oladigan, bunda bo'lg'achqa biz namozda turib Qur'onni ichib qo'yib qarab o'qigan bo'lsak, Misrlikdek ahli kitobga o'xshash bo'lib qolamiz demakchi. Misrda hozir mushaf at-tahajjud var. Tahajjud Qur'onlari. Buning bir sayfasiga 2,5 bat, yani bir robo degandek oyat yozilgan. Demak bu 2,5 batni birinchi rakatda, 2,5 batni ikkinchi rakatda o'qimoqchi bo'lsa, namozdan ishida varaqlab yurmaymiz deb, shunda 2 batni ishib qo'yiblar, bir boshlasa, birinchi rakatda o'ng tarafdagi batga qarab o'qiydi, ikkinchi rakatda so'l tarafdagi batga qarab o'qiydi. Hatta ba'zi masjidda unda elektronlik ekran qilib, hatta qarilarmi unda qarab o'qiydigan ishni. Hatta ma'qul imomga qarab o'qiydi deydi, ma'qul. Çünkü o qiraat qilish kerak uni namozda. Misrlikmi va keyin tug'an jamoatmi
Keyin turib, Qur'onni ko'ramda imomning qiroatini xuddi to'g'ri xatoni tekshirayotganda bunda Qur'onni eshitib turdi. Shunda bir soat tugagan ekan, namoz turib bilan tabaraqlaydi. Undan keyin ruku sajda bo'lmoqchi bo'lsa, g'ach yeplam, ham chiqib saladi. Undan keyin sajda qilib, g'ach eliblam, yana baraqlab eshitlam, da turgan. Uning eshitib turishi hech qanday zaruriyat yo'q. Hatta imomning unda eshitib o'qishi hech qanday zaruriyat yo'q. Ha, sen qari bo'lsang, yozib bilganni uzun, ya'ni o'qi. Qari bo'lmasang, yozib bilgan ashu duha, al-hakumut takathur, ashu o'qisang bo'ldi emasmi? Ya'ni bu bunda bir tarafdan qarasanglar, islomni ojizlatadigan bir ish. Ya'ni qarilarning yetishishini asosan to'xtatib qo'ydigan. Azan yozib bilmasakmi, Qur'on o'qisa bo'ldi emasmi? Hammasini Qur'on qo'yib, asta imomni qilib, Qur'onni olmay islam ketadigan. Yani uzun sürümle Bakara, Al-Imran, Şuara, Meryem, Yusuf okumasam, kısmını okusam namaz ada buldu. Ya hatmi kılışımız söz, sen Ramazan'a hatmi kılsa koltuğup kalsa, karnını yetiştirip ayında okuş lazım. Bu Hazreti Ayşe'nin bu şey ahvalda ayallığa üzere kılıp ayında okuttan. Teheccüd ya taravih oğit, nepli oğit, belki neplide ruhsatlığımız edgalı buluşumken. Lekin şu çağlarda Mescid-i Nebevi mesela. Aşaran mescidlerde erler cemaatlik imam bo'lgan imamlar aşu Qur'onni eshib qo'yib, o'qa avval barman yo'q. Shun bo'lmasa Salmonda mazmunroq nimaga esilish lozim. O xotin haqning da nimalarga o'xshab qolish bo'lmaydi. Erlar shu masjidlarda, ya'ni erlar deganimiz rijal, ha? Minal mu'minina rijalun, ya'ni bunda rijal bo'lish lozim. Ya'ni mana ajiltib bunda o'qsimulda, buni keyin 100 yildan keyin, 200 yildan keyin xatni o'qib beradigan bir qarimmi yo'q, bunda bo'lib qolsa bo'lmaydi. Qarimni keyin turib masal qarab tuzishchi. Uni hech qanday zaruriyat yo'q. Zaruriyat yo'q, faqat lamda xatmida turgan, chiniqayotgan qarim bolalar bir luqma silish uchun keyin turadigan qari bo'lmasa, keyin turib luqma sab qo'yay deb tursa, balki bo'lishi mumkin. Taravih bo'lganlikdan, farz namoz bo'lmaganlikdan mumkin. Lekin umuman aqib turgan bir qarim bo'lib qolsa, ehtiyoj yo'q uningga. Bundan ekan, ulimoldin Maliki mazhabdagilar farz bilan naflni ayirgan. Farzda bo'lmaydi, naflda bo'ldi. İbn Abbas radhiyallohu anhu dedi: "Nahana amirul mu'minin an na'umman nasa min al-masahif." Hazrat Umar amirul mu'minin degan shu chaqda Hazrat Umarni ko'rsatish kerak. Bizni Qur'on qarab turib imom bo'lishni to'sqan degan. Lekin salaflar orasida ixtilof bo'lgan, lekin salaflarning ichida cho'ng jamoada Qur'onni eshib qo'yib imom bo'lgan ahol mavjud emas. O'ylada ayollar imom bo'lgan, xizmatchilar shularni qilgan bo'lsin. Uzurroq o'qiylar deb Qur'on yozib bilmasa, qaragan bo'lishi mumkin. Va indahuma la tafsudu lekin tukrahu tahrimiyan. Lianna an-nazara fil mushaf ibada. Chunki Qur'on qarashmi bir xil ibodat. Fala yufsiduha. Namozni buzilmaydi, lekin illa annahu yukrahu. Makruh bo'ladi, li'annahu tashabbuhun bi ahli kitob. Undan keyin makruh degani ahli kitob o'xshab qolganlikdan. Walahu lil imam in kana yahmiluhu fa huwa amalun kathir. Ko'tarib turib, Qur'onni qo'lda ko'tarib turib o'qigan bo'lsa, bu ko'p ish qatoriga kirdi. Li'annahu hamlun va taqlibul awraq. Qur'onni ko'tarish va varaqlashdan iborat. Va in kana lal ard yad qo'yib qo'ygan bo'lsa, ya'ni igizrak relning ustida qo'ygan bo'lsa deylar. Qur'onni yad qo'yib o'qimas balki. فإنه تعلم. ما يقام بوسا برناس يقنواتقاندك. مثلا لقمة سلسلة تعليم وتعلم دقة شو وشش. خد بالقرآن يقنواتقا آدمدك بو. فإنه عمل كثير. بو كبش فيفسدها كما لو تعلم من غيره. القرآن دنماس باش برسدن ينجن أخشش بزودو. قال وكذلك إذا أن أو تأوه أو بكى بصوت. شندقلا أن دي إنجقلسه أو تأوه ursa, degandek bunda. O'rcham da vayjon deyish mumkin. Aw baka bi savtin, ullik yig'lab qolsa, namozni buzadi. Li'annahu min kalamin nas. Hozir shu mubtilat sala qatordig'imi shu? Chunki bu kishilarning odatda deydigan gaplari. Masalan, injiqlishi yoki urib yo vayjon deyishi degan iborat. Og'rib ketdi, qizinib qolyaptimi degandek mazmundagi gap shu. İlla ayyakuna min zikril cenneti ve nar. Fakat lam cennet ve do'zaxni tilga olgan chaqda
ta'sirlanib, jannatga erishishni orzu qilib, do'zaxga kirib qolishdan qo'rqib, yig'lasa yoki ashunda ovoz chiqarsa, bu xushu'ni ziyoda qilgan ish bo'lg'achqa makruh bo'lmaydi, namozini buzmaydi. Abdullah ibn Shaddad rivoyat qildi, sami'tu nashija Umar radhiyallohu anhu va ana fi akhir as-sufuf yaqra'u qala innama ashku bathi va huzni ila Allah va a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Mush oyatni o'qib Hazrat Umarni yig'i tutyapti. Nashij degan yig'i aralash chiqqan ovoz. Yana Sayyid Buxoriydagi, Sayyid Muslimga hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni buyuringlar imom bo'lib namoz o'qisin desa, Hazrat Aisha va Hazrat Hafsa bular bana ko'rsatib turoldi-ku. Innahu rajulun raqiqul qalb idza qara'a fi salat yaghlibuhul buka degandek banani ko'rsatdi. Undan keyin shu Hazrat Abu Bakr namoz o'qigan chaqda yig'lab qolibdi dedi. Undan keyin yig'lasa, bu yig'lash xushu va shunda jannat do'zax mutlaqalikdan bo'lg'achqa buni ruxsat sadaq yo'q. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki yuqorida o'tdiqo, kana li sadr Rasululloh sallallohu alayhi vasallam azizun ka azizul mirjal. Qazon qaynagandek bir xil g'ingshigan, ingragandek ovoz chiqibdi dedi. Yana oyatda idza tutla alayhim ayatur rahmani kharru sujadan va bukiya. Nani mu'minlarga ashuna sifaldigo bu yaxshi madilgan ahvol. Nani kim bo'ladi deganlik chiqdi. Degan dunyoviy bir ishni o'ylab yig'lab ketdi masalan. yoki boshqa bir nimadan zarba yegan bo'lsa, uni o'ylab yig'lab ketgan bo'lsa, namoz buzildi degan gap. Taqallamda shunda dili erib ketganlikdan Allohni va Rasulni sig'inib, jannatni sig'inib, do'zaxdan qo'rqib, endi yig'lasa, endi ruxsat degan. Ha bu ovozli yig'lashlik gap. Ovozsiz yig'lasa buzilmaydi. Jannat do'zaxdan qo'rqib yig'lashma, eng sevimli nimalarga keldi? Jannat do'zax deganga bu misolimni. Alloh taolaning huzur tug'anlikdan, Alloh taolaning muraqaba oldida tug'anlikni his qilganlikdan. Demak, shu taqvodorlik, xushu' chetishlik yig'lash bo'lsa, mayli. Undan boshqa yig'lash bo'lib qolsa, namoz buzildi demak. Bir xil misol shaklida. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.